Assalomu alaykum hurmatli mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon Sharxon tumani Bayroq mahallasidan bular hurmatli obunachilar, o'zimizning milliy fermadan mollarimizga mana yem tayyorlash jarayonimiz 3-4 kundan beri boshladik. Atalan tarkiblari haqida to'xtalib o'tamiz. Garelkamiz shu eski garelka. Ko'pchilik qiziqadigan ko'mir yoquvchi dislam, garelka dislam, bitta aka bunga patent qilyapti. Shuning uchun ko'mir yoquvchi deyapmiz. 13 diskadan hozir yonishini ham ko'rdinglar videoning davomida. Mana shu motorni kami bunga 1,5 yil bo'ldi. 2 yildan beri ishlatayotgan motorim bor edi, ko'miri tugab qolgan ekan. Uni olib qo'ydim, bunga 1 yildan o'tdi. Hurmatli obunachilar, bunga hali ham xaridorlar juda ko'p. Asosiy bo'ladigan savollar: diskori bormi? Motor diskori bor hurmatli obunachilar. Motorda ikkita diskor bor, 1, 2. Bunga qo'shimcha mana shu eski motorimizga o'zimiz emulyator qo'ydik. Bu emulyator ishlamay qoladi, hozir emulyatorni olib qo'yib shuni ishlatyapman. Bez emulyator ishlatyapman. Men azaldan shu 1-2 skorda ishlatganman. Ko'p so'raganlarga skorni ham qo'shib beryapmiz. Mana ko'mirda hokasi. Suvga aralashgan. Video davomida mollarni ham ko'rsatib o'tamiz hurmatli obunachilar. Buning tarkibida hurmatli obunachilar asosan makka, bug'doy, oqshoq. Makka, bug'doy, oqshoq bor xolos, boshqa narsa yo'q. Hurmatli obunachilar, mana mollarimiz. Hozirgi kunda 19 ta molimiz bor, hali sotganimiz yo'q. 10-15 kundan avval sotish niyatim yo'q, chunki yashir o'ta ham qiynayapti o'g'lim. Atalarni videoni boshida bekor ko'rsatmadim. Yashir bo'lgan mollarga atalar eng yaxshisi-da. Suyuq qilib berasizlar. Mollarni yaxshi ishtahasini ochishga, quvvatga kirishga yaxshi foyda beradi. Avvalambor hech kim mol yashir bo'lmasin. Biz ham mollar уже yetilgan. Ancha qismi yetildi mana. Lekin hozir olib chiqib sotib, bozorga olib chiqib sotarsak, sotdik. Haligi ustozimiz Fozil aka aytgandek, bozorga olib chiqqanki molni sotib kirib ketishga majbur bo'lyapti dehqonlar deyapti. Chunki bozordan yashir olib kelasiz, qolgan mollaringizni ham kasal qilib olasiz. Shuning uchun hali bir 15 kun bor. Molxonaga doktor olib kelib, hozir ko'rsataman. Bitta ikkita gumon, bo'g'ozligi gumonim bor bo'lgan mollar tekshirtiraman desam ham dadam ruxsat bermayapti. O'g'lim shashilmay tur. Bir 10-15 kun kut. Bo'g'oz bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q, qisirga boqaverasan. Chunki doktorlar ham hozir faqat yashir mollarga qarayapti, ulardan kasallik olib kelib qo'ymadi. Mana shunga nima deysizlar? Hozir meni hisob kitobimda mol 8 oylik o'tmay bo'g'oz bo'lishi kerak. Yelin unaqa dahshat tashib o'rganga o'xshamayapti. Hozir aniq hisob kitobini qilsam 8 oyga yaqin bo'pti-da. Lekin mol yelin tashagan. Ko'ryapsizmi? Shunaqa narsa chiqyapti. Lekin ancha yelin tashab qoldi. Dadam bo'g'oz buning deyapti.
8 oylik bo'ldi-da mana shu. Bo'g'ozmikin? Dadam shoshma deyapti. Mana u ham bu jonivorni shu bitta joyda turgan mol shekilli-da. Tuyog'ini kestirishim kerak. Qarang, tuyog'i ancha o'sib ketdi. Bo'g'ozga o'xshayapti bu ham. Bu ham qanaqadir mol gibrid. Bu ham bo'g'ozga o'xshayapti. Bo'g'oz bo'lsa yaxshi, bizga yomon emas. Yana bor mollarida bitta-ikkita bo'g'ozga tortayotganlar. Ular yaxshi semirdi mana. Ular aniq bo'g'oz emas, semizligini qarang. Zo'r semirdi. Mana uni ovozga qo'yaman. Rosa talab bo'lyapti. Chicha, yana besovosi udar sigir bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa sotilaveradi mashin bilan shvetam, lekin 15 kundan keyin. Bu mol ham bo'g'ozga o'xshab qoldi. Orqalarini tashab, bu yelinlarni qaranglar. Yelin tashab qoldi. Bo'g'ozga o'xshab qoldi mashin. Bular ham shunaqa gaplar hozir bir mahal atalab berilyapti. Mana shu ham aniq qisir. Mana semizlikni ko'ringlar. Yaxshi semirganmi? Ochiq solsak bo'ladi, 4 oyni o'tdi. Lekin o'rniga yashil mol olib kelamiz, shuning uchun sotgimiz yo'q. Mana rosa talab bo'pti. Hurmatli obunachilar, keyingi videorolikda atalarni to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. Endi ozgina bo'lsa ham video qilib qo'yay dedim. Ammo yaxshi ehtiyot bo'linglar.